Yukarıkılık sene devam et. Muş koyaşның nurunu bugün toğırlap bu sözleymen bu liksiyen desem, yana kaçırıp koydum koyaş nurunu vatandaşım. Keçiren beni onun için. Bugün çislağa 2021 yıl 3. ayının 2. günü hürmetlik vatandaşım. Yukarıkılık sene devam et. Tayvan şundaq müstakil yaşap geldi deyiş gerek idi. Bayanatda mundaq görüstüldi. Amerika izchil Tayvan hükümeti bilen normal diplomatik münasebetlerini saklap geldi ta ki 1979 yılı Prezident Carter tuyuqsuzda Tayvan bilen o'ttirdik resmi münasebetlerini üzüp taşlap Beijing Kompartiya hükümetine itiraf kıldı. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining a'zolari bundaq itiraf qilishga darhol inkas qaytarib, shu chaqda partiya guruh ayrimay Tayvan munosabatlari qonunini tasdiqlab, Amerika Tayvan munosabatining asosiga aylantirdi. Prezident Reagan vazifa o'tagan chaqda 6 turli kafolat berib, bu munosabatni yuqori ko'tarilganligi Amerikaning Jungo Kompartiya hukumatining Tayvanga egilik huquq talebi qo'yishini e'tirof qilmaydiganligini aks ettirib berdi. Lekin garchi Tayvan munosabatlari qonuni va 6 turli kafolat qo'limizda bo'lsa-mu, bayonotda mundaq ko'rsatildi. Amerika bilan Tayvan o'rtasida rasmiy diplomatik munosabat yo'q. Kishilar tushunmaydigan bir holda Tayvanda xalq saylagan hukumatga muomala qilish, xuddi Chavshan, Iron mustabid hukumatlariga muomala qilgandek muomala qilish, turlarga ayirganda hatto Kuba mustabid hokimiyatidan usul turga ayirish. Balki Obama prezident, Joe Biden muavin prezident bo'lib turgan chaqlarda bu hukumat ikkinchi qatim vazifa o'taganda Kuba davlatini e'tirof qilgan edi. Demak, bugungi prezident Joe Biden muavin prezident bo'lib turgan, Obama prezident bo'lib turgan ikkinchi mezgillik vaqtda Demokratlar partiyasi Kuba hukumatini e'tirof qildi. Bayonotda yana Avam palata a'zosi Tiffany o'tgan yil o'tirib qo'yilgan davlat mudofaasi xomchotiga qonuniga tuzitish kirgizish qonun loyihasida Tayvan Amerika amaldorlarining o'zaro berib kelishlarida o'zimiz barpo qilib olgan, o'zimiz cheklaydigan, tushab qo'yadigan cheklamalarni bekor qilish umidlarini tilga oldi. Gerçi Demokratlar Partisi bu qonun loyihasini ovoz berish kun tartibiga qo'yishni shu chaqda rad qilgan bo'lsa-mu, lekin davlat ishlar kotibi Mike Pompeo, ya'ni sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo shuning keyinla bu siyosatni ijro qilib, atalmış ko'rsatkichlarni bekor qilib, Tayvan bilan Washingtonning ko'p aloqa munosabatlarda bo'lishini moslashtirishni ilgari surdi. Hozir bizga aniq bo'lmayotgan bir taraf shuki, prezident Joe Biden hukumati Beijingning besimi ostida bu o'zgartishlarni bekor qilmamdi. Qandoq bu degan masaladir. Avam palata a'zosi Tiffany mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Jungo Kompartiyasining tasdiqnomasi ne elib dunyodagi do'stlari va sheriklari bilan so'zlashish, suhbatlashish majburiyati yo'q. Yani Amerika kim bilan munosabat qilsa, buni Jungo Kompartiyasi tasdiqlab berishning zaruriyati yo'q. O mundaq ko'rsatdi. Tayvan bir erkin, demokratik mustaqil davlat. Amerika siyosatida bu faktlarni aks ettiradigan vaqt yetib keldi. 21 numaralı ishki palata qaror loyihasida Davlat Majlisining fikri ifodalangan. Ishki palata qaror berib, ma'qullasa bo'ladi. Ma'muriy doiralarni cheklash kuchi bo'lmaydi deyilgan. Qaror loyihaning mazmunlarida bundaq ko'rsatildi.
Çünkü Kompartiya devleti atalmış bir Cüngül siyasını kurallaştırıp, Tayvan namıda halkara teşkilatlarga resmi katnışını Birleşken Devletler Teşkilatı'dan tartıp, Halkara Sayya Teşkilatı, Halkara Olimpik Musabıqasıga katnışıgıça çeklep geldi. Çünkü Kompartiyası Tayvan'ı şundaq çeklep geldi. Devamını anlayız vatandaş.